Muroqabaga davomli amal qilish uchun eng yaxshi qaysi usulni maslahat berasiz? Ya'ni har nafasda Alloh ko'rib turibdi degan o'y bo'lishi uchun. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Albatta muroqaba, ya'ni Alloh taoloning bizni ko'rib, kuzatib turganligini his qilishligimiz bu bizga uchun juda ham kerak. Chunki Alloh taolo haqiqatan ham bizni har lahzada kuzatib turibdi, nazoratiga olib turibdi. Qur'oni Karimda innalloha kana alaykum raqiba deydi. Albatta Alloh taolo sizlarning ustingizlarda muroqaba qilib kuzatib turibdi deydi. Ya'ni bizlarga eslatadi, ey banda, sen qilayotgan har bir xatti harakating nazoratdan chetda emasligini, Rabbing kuzatib turganligini bilgin deb Alloh taolo bizga buni eslatib qo'ygan. Demak, biz mana shuni yodimizda tutishimiz kerak. Uning uchunchi nima qilishimiz kerak desak, avvalo biz o'zimizni nazorat qilishni o'rganishimiz kerak. Biz o'zimizni har bir xatti harakatimizni, aytayotgan so'zimiz, qilayotgan amallarimizni nazorat qilib bilishimiz kerak. Birinchi navbatda. Ana undan keyin Alloh taolo meni nazorat qilib turibdi, muroqaba qilib turibdi degan doimiy mana shu fikr, hayol qalbimizga joylashimiz kerak. Alloh taoloni ko'p zikr qilishimiz kerak, eslashimiz kerak. Ayniqsa mana shunday kuzatib turganligini, Alloh bizni ko'rib turganligini, har bir qilayotgan amalimizdan ogoh ekanligini kerak bo'lsa mana shu oyatlarni o'qib yurishimiz kerak. Mana shu oyatlarni yodlab olib, mana shu oyatlarni zikr qilib yurishimiz kerak, aytib yurishimiz kerak. Uni ma'nosini hech bo'lmasa Alloh taolo meni kuzatib turibdi degan gapni aytishligimiz ham bu zikr. Biz zikr deganda faqat alhamdulillah, subhanalloh yoki bo'lmasam arab tilidagi qaysidir duolar emas, balki o'zbek tilimizda, o'zimiz tushunadigan tilda Alloh taolo meni ko'rib turibdi, Rabbim meni ko'rib turibdi, Alloh meni har bir qilayotgan amalimdan ogoh deb o'zimizni ichimizda, tilimizda, dilimizda takrorlab yurishligimiz mana bu muroqabani hosil qiladi. Chunki biz o'sha Rabbimizni ko'ra olmaymiz, ammo Rabbimiz bizni ko'rib turganligi bu haq. Va mana shuni agar biz his qila olsak, har bir harakatimiz, har bir amalimiz ibodat bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom shunday ibodat qilginki, go'yo sen Allohni ko'rib turganingdek. Agar Alloh taoloni ko'ra olmayman desang, meni Alloh ko'rib turibdi desang, ana u eng ibodatning ihson darajasi, chiroyli holati bo'ladi deganlar. Demak, biz mana shunaqa zikr bilan Allohni bizni ko'rib turibdi degan fikrni doimo o'zimizni ko'nglimizga joylashga harakat qilishimiz kerak bo'ladi.